Biz yo'l ochishni boshlayapmiz. Jonli qilamiz hozir. Do'stlarim ham kirishni boshladi. Ketdik. Alex hayt menga ko'rinmayapti. Qanaqasiga senga nima ko'raman. Ketdikmi bolalar? Uni bitami? Menga qara. Bu yerda mol bor ekan, molni. Ne oldu? Go'shti nechta? Ikkita go'shti bor. Men bu yerda narsa ko'ryapman. Go'shti ham shish. Nima opa? Aka nima qilyapsiz? Ye? Nima fakki qilibsiz? Voy video ko'ryapman. Ha, u qo'y bilan yashab bo'lmaydi. Ye, akku. Nima shart bo'lmaydi qora. Ne shart? Ketyapti aka. Qishloq topdi, bolalar ketdik. Yani, to'xtang, daraxt olaylik. Qishloqda narsa olamiz, daraxtlarni sindirib qochamiz. Davay bizga qishloq kerak yo'q, narsalarni olib qochamiz. Bitta olamiz, ovqatlarni. Da, temirchini uyi bo'lsa menga. Narsani to'ldirib olaylik. Yo'q ekan-da, temirchini uyi. Qurol bo'lar. Mana bu qoldizni olish kerak. Ha, men qishloqdagi uyga kirib olish kerak-ku. Jinni uyga kiraman, uyni buzar. Hamma uyni olib ketay yaxshisi. Bo'ldi, shuning uchun aytyapman-ku, biz ovqat yeb olish kerak. Просто bu yerda molni men o'ldirib olishim kerak. Ya o'ldirish kerak, tezroq o'ldirdi. Ikkita qo'y. Qani? Mana ikkita qo'y topdim. Ha, ukam borda, gapiryapti-da. Ukaka borda. Ara bo'ldi 3 ta va menda 3 ta qo'yim bo'lib qoldi. O yapınca çıkıdan da. Vidina bu. O eski bilan ukam bordi. Shunga gaplashib. Radnoy emas. Qarindoshlar. Xoddi qarindosh. Evet, şimdi atka uydu. Nimaga? Ödat. Tezroq narsani olish kerakda, qochish kerak. Hozir meri kelib qolsa yomon bo'ladi. Meri yo'q bo'lardi. Mametta qaysi birida qamalib qolibdi? Gadoy bular qishlog'i gadoy. Temirchini ular menga anu kerak bo'ladi. Ayoq kerak bo'ladi. Da, men endi narsa bo'lay, mamettagi tashlardi. O mamla. Da, ketdi o'yinimiz. Cho'ta yaxshi ketyapti-ku. Mana shu bitta kravotim bor menda. Menda bitta kravat bor, menda blokman bor. Menda bitta jo'nim bor. Yo'q kravat. Video olyapman, jim o'tir. Davay tezroq olish kerak-da. Qishloqni yo'q ko'ramiz va mana narsasini olib. Yo'q qilamiz-da.